Assalamu alaikum, hürmetli kardeşler. Zaman bo'libdi. Ekranga chiqib kelqimig'ili. Chunki biz bir mezgil oramizdagi rezilliklarni ichish yo'lida tirishgandan keyin uning natijasini ko'rgan bo'ldik. Xalqimizning umumiy ahvoliga nisbatan hammasi qabul qilib ketadigan bo'lsa-mu, xeyli ko'p insonlarimiz biz ko'rsatgan amaliy faktlar ni reallikqa selishtirish orqali bizning gaplarimizning asosi borligini his qildi va hozirgi vaziyatda 3-4 yilning oldidagi selishtirganda cho'ng o'zgarish bo'ldi deb o'ylayman. Shunlashqimi bizmi qisman maqsadimizga yetgan bo'ldik deb aram oldik. Bir mezgil ekran ochdik. Tashviqotdan boshqalarning qilayotganligini ko'ryapmiz. Ammo qandaqdir reallikni so'zlaydiganlar ozayib qolsa, qog'i quzg'unlarga to'y bo'ldigandek bir ahvol bo'lyapti. Yani bu haqni so'zlaydiganlarning ekranlarda ozayib qolishi qandaqdir bu rezillikka yo'l qo'yganlik emas. Asli bu rezillik qilayotganlar inson bo'lsa, azroq aqli hushi bo'lsa, sen o'zlarini tormozlagan bo'ladi. Va amaliyotda bu tanqidlar ularning yaxshi odam bo'lishiga, to'g'ri yo'lga menishiga foydali tanqidlar edi. Ammo afsus, bizda shu qadar nachar insonlar borki, ularning qini buzuqga va yoki qinini buzib o'tganga ba'zilar aqidagi kuchlar. Shundoq vazifalantirilgan bo'lg'achqa ulardan o'zgarish kutish, ulardan yaxshi yo'lga menishni kutish haqiqatan bir ahmoqonalikka. Yaqinda shu fosh bo'layotgan iflosliklar, rezilliklar ana shu biz ichib qolayotgan rezilliklarniki xalqaro fosh qilinishi bo'lib qolyapti. Endi bu yaqinqi ishlarni demsam hammamizga ham bo'lib ketdi. Butun Uyg'urning diqqatini shu ishlarda. Men bugun ekronni ichib ikki qiz gap qilay deyishimdagi sabab ko'z yumib keldim men Facebook degan narsani ochmaydigan bo'lgan, xeyli bo'lgan, o WhatsApp gruppalar deganlarda yo'qmi asosan. Ama bu setçilik, ikki munofiqniki, ikki pastkashniki setçiligi chiqqandan keyin, ya'ni xalqaroda butun dunyoga oshkorlanib, Uyg'urning nomi ses chiqa boshlagandan boshlab buni anglamadim, tuymadim, men hechini sezmadim desak, qip-qizil yolg'onchilik bo'ldi. Chunki biz Uyg'urlar emas, butun dunyo diqqat qiladi bu ishlarga. Endi bugun tasodifiy bir videoni ko'rib qolib, Erkin Asiya radiosidagi Afg'oninki ishlagan programmasini ko'rgandan keyin qaytadan g'azabim qo'zg'aldi. Do'lqin degan vankatib bu iflos chupranda yana o'zining po'qini yeyishga boshlabdi, tirishibdi. Onun oldida bir necha kun burunlar bunun bir podaqchisi ekranni ichibdiki, shu ishga munosabatli bo'lgan turk qizni ziyorat qilgan jarayonda vankatibni taklif qilibdiki. Ekranda yuzlashgan bo'lsam, nima bo'lsam bu yerda hal qilgan bo'lsanglar deb bir so'rin yaratib beribdiki. Qiz Asma degan qiz chiqibdi, bo'lgan jarayonni aynan tasvirlab beribdi va nima uchun u ishni hozir fosh qilganligini aytibdi. Ammo afsus vankatib u yerga kelmabdi. Ya'ni u ekranga qiz bilan tang chiqishni rad qilibdi. Uning oldida o'ziniki inglizcha birisiga yozg'izgan bir kechirimnomasini o'qigandik.
o pasandaniki unchalik inglizcha yo'q. Birsiga yozg'izib tikayini to'g'ashlab. Nihoyatda siliq sipoyi usulda o'zining xato qilganligini e'tirof qilib, kechirim so'rabdi ekanda. Tünügümü bugün bu radyodaki podakçınınki, onun qo'g'dug'uchisiniki ishlagan programmasida bu chapanchi günün olsa nihoyatda gumonliq bir unsur bu. Her qatam Vankatovning po'qi echilsa bu chiqib ekran echib yopadi. Ya'ni og'ziga gap sap beradi, savolni so'rash jarayonida nima deyish kerakligini deb birdi hatto. Bu programmasida bu ishplas, bu o'zgarmas lükçek. Yana men qilmadim bu ishni. Qilmagan bo'lsam, men mardlik qilib, erkaklik qilib, kechirim so'rab qo'ydim debdi. Ya'ni ishplas mehnat yuziga qaramay turib angladim bu gapini. Men Uyg'urlarning ishidan bunda ishplas marazdan chiqadiganligini hech faraz qilolmabdi ekanman. Bu Xitoyning ichida chiqdi bunday ishplaslar. Ama bu aşı işplas Xitaydan işplas nima ekanda? Nemishqa? Bularning uzundan buyon qilib inglizcha bir xil gap qilish, uyg'urcha gap qilishdi. Hozirmi inglizchada kechirim so'rab e'tirof qilib, aşı ishlarni qilganini hamda qo'pab uyg'urlarga yana men ismni yo'q, bilmayman shu bo'lganini, ammo mardlik qilib, erkaklik qilib kechirim so'rab qo'ydi. O'zini erkak ko'rsatishga tirishdi da bu ishplas. Anadekin eng qabul qilib bo'lmaydigan bir yig'iz gapi. Men da'voga qo'tilganning yig'i chet el chiqib 30 yilning yig'i da'vo qilyapman. Bu jarayonda o'z axloqim bilan o'zimniki da'voga bo'lgan ishtiyoqim bilan millat uchun kurash qilib keldim. Hiç qandaq bir Uyghur ayolga çekilmedim, ayollarning u yerini tutmadım, ayollarga men peskeşlik qilmadim debdi. Ama bu ishplasning bu gapları g'ayri tuyulmadi. Çünkü bu men bilgandan tatib mushundaq qip-qizil yog'anchi bir nima ekanda, puchuq chiqqan do'shtak bir nima ekan bu. Aşı gibi üçünler bir iki yılga ham keldi. Yani ben hiç bir ayolning u yerini bu yerini tutup bakmadım, çekilmedim degan gapiga ishplas, mehnat, haram suylikdan bo'lgan, Myunxda bo'lgan pastkashliklarni bütün Uyg'ur biladi. Aşı Myunxda heliqi mehnat paskiniga buzilib жүргенingda, uyangdan qo'g'langaningda xotiningni qo'g'lab chiqarganda, erkin akang sala qilib, xeyli uzun vaqtdan keyin uyanga akirib qo'yganda, bu ahvollar bütün Yevropadagi Uyg'urlarning, bütün dunyodagi Uyg'urlarning qo'liga yetib bo'lgan. Ya Myunx degan yerda insofsiz, vijdonsiz maxluqotlar yashaydi ekan, ko'p qismashda o'xshaydi. Vijdonliqlarmi bor deb o'ylayman u yerda. Sizler guvağı, Myunxdagi Uyg'urlar sizler guvağı. Aşı mehnat paskiniga buzilib, uydan qo'g'langanligi, anandekinlik Amerikaga ketib qolgan bir do'stining xotinini ketib berib, uyga berib, yo'qlab qo'yganligi, u paskashliklarninkimi oshkor bo'lib ketganligi, Myunxdagi Uyg'urlar, Myunxdagi Uyg'urlar azroq bir vijdoninglar bo'lsa, bir ovoz chiqarib taqinglarchu. Hammalarga ayongu bu ishlar. Biz biladigan ishlardi, ammo orliqda bir qayrindishimiz chiqib buni isbotlamoqchi, ya'ni guvohlik bermoqchi bo'ldi. Ya'ni Murat Nasir buni men bilan aloqalashib, men yangi ekran ochgan chog'larim uni konkret isbotlari bilan deb bergan ekranda. Şu çağdaki bana kep ketken besim, bana kep ketken tehditler hazırlaç esimde. Kompüterimga şu gün hücum kılan kompüterim ketip kaldı. Ama şu Norvegiyaga biz köçürüp yaptık ya o programını. Ve başka köçürüp Allah'ın bak ya. Hazır mı torda yıkıp şurdu o? Kıskartılması.
O günü şiddetli hücum oldu. Telefonlar geldi, bana tehdit geldi. Şunu öttürütemiz, ana qilamiz, külüp koydum ama ben demiş ki programını tepip kayıt koymadım degende, ben aşı çağda hürmetleydiğim, yani Milli Davanın haqiqiy lideri degan adamlardan telefon kelgan. Kelib, bala maaş bo'lmadi, bo'lsa shuni uchib ketgan paytida yo'q qilsanglar degan iltimos kelgachga ben onu qayta sahifamga qo'ymagan. Ben radioda ishlaydigan, men hayotida telefon qilib boqmaydiganlarmi shu chaq telefon qilgan. Qilib, sizni hurmatlaymiz, qilayotganingiz bek yaxshi. Ama ma otası bomba diye ma program ma degandek bir gaplar bilan salaq qilgandi. Va endi shu kuni Ahmedan köygeller bir köyde uyg'urlanganmiz degandek xabar topdi bu ishdan. Ko'chirib olganlarmi u yerda bu yerda to'rga qo'yib yuribdi, hozirgacha qo'yib qo'yotdi. Shunga men bir to'rda borgan-ku. Onun üstüne men hurmatlaydigan atalmış liderlarniki salasi besim bilan bo'ldi qantim. Ana şu video ağzımı tordu turuptu, çıplas vankatip. Erkek olsan, o alim degen munafık gününki, ama göçbaşınınki ekranına çıkıp, aşı videoda deyilgen geplerini bir inkar qilib baqa. Nurg'un misallar var şu videoda. Alim degen azdeksini yana bir ne qilsin, teklif qilsin. Çıkıp açtım ekranında şu videoda deyilgen gaplarni, uyandan qo'g'langanliging, Amerika ketgan do'stingning xotinini yerim kechirib berib yo'qlab qo'yganliging va hokazolar. İnkar qilib baqa. Ve sen bir tunulgan jalapqo bir shoir, bir poyishvozg'u bütün Uyg'ur biladi-ku buni. Ama Uygur naçar bulup mu Avrupa'da, Amerika'da yaşayotgan ya diasporada yaşayotgan Uygurlar naçar xalq bo'lg'achqa senin aybingni aşmadı, sana raddiya bermedi, yani podaqchiligini qilib keldi. Şuna senin xo'riging yo'g'inab, udul kelgan qizlarga mayli Uyg'ur bo'lsin, chet ellik bo'lsin, po'xirlik qilgan, shu darajaga yetding. O'yladingki, bu chet ellik kız ayallarımı Uygur ayalları okşaş numuscan, yani yürüyüşür ötüdü, yepip ötüdü, özlerinin namının sesçiden kokup yepip ötüdü. Ama oylamadın ki bir yerlerden çıkıp kaldı. Taşıp gitti bu iş. Neticesi kanda bu ötüdü. Tülkü akan bu işten akıbetinden kanda bulduğalığını bilip derhal istifa verdi işinden asla yok aldı. Sen şıplasçı. 100 degen sen şıplasçı var o. To'ng'uzning derisidan qilinkasining derim. Bek pes bir nima ekansa, bek mehnat bir nima ekansa sen ney? Ve vatanda 30 necha yil yashab, nurg'un pes şıplas Xitoylar bilan yaqsiqishib o'tgan sendek pesni ko'rmagan. Osh pes Xitoylardan bu mingas pes bir nima ekansa sen. Ben deganimni qilib baqa, ishning bolasi agar odam bo'lsa olsang chiqib, akanın radyo Free Asia'nın ekranına yana çıkıp, Murat Nasir ispat bergen videodaki o ispatlağa bir reddiye bere, şu çağda seni adem deyme. Sen işplas qılaydiganlarım muşunçilik. Anadaki ma o yaramaz Uygurlarım qılaydigan bir neçe qız gepim var. Baya yana aqtırıp düşürüp ma o Münih'teki Şu atalmış kurultay degende en dastlab qurg'uvchilarning biri bo'lgan bu Anvarda bir cho'ng odam bor. 60-70 kirgan odam qo'yman. Tunugimmo bir jamoat bo'lgan ishini yozib qo'yibdi. Ya'ni vankatib kirsa bu odam yana qayda so'z qilib, igilib tozan qilibdi. Qo'lni sonsa qo'lingni tat, sening qo'lingni menga berib qo'l elishib ko'rish salohiyating yo'q. Chunki sen to'g'rida meni istifoga chillading. Yani bir çomakçısı depti ki, mademden bizden camiye vergen $5,000 pulunu berip etken, bunun için camiye desimi son. Yani bunda qarsanlar Xitoyning bir mafiya kinolardagi bir mafiya posteri bor. Ana qo'y. Ash ishning o'zi. Mana buni qo'rgan ko'rdinglarmi?
Anvar degan adam Muşunun çapını götürüp, bolduqını götürüp, Muşununki şu kalgan peskeşliklerini yiyip kavatkan adam. Anvarcan, efendim, sizde azırak bir vicdan degen birinin var mı? Bunun konu şapakçılığını bilmemsiz. Bunun ne kadar buzukluğunu bilmemsiz. Anvarcan, efendim, azırak bir gururunuz olsa, umurtkunuz olsa, goy. Seni biz bilmemdik, senin meynetliğini, peskeşliğini, şapakçılığını. Kiminge kopallık kılırsan ma camide? Kol uzasam kulağını vermeyse de iki kız gek kılamagan Anvarcan. Gıt kısıp, siyip görüp uxlap kılın siz. Sizde erkeklikten sada yok ki, bir şepi yok ki. Nayet afsus ki, Uygurlarning ko'pincha shu Anvarjonga o'xshash muomala qilishqa bu ish plasqa. Xo'rga yo'g'inab, men nimani qilsam o'tirmango, mishada o'ttaqasam o'tta bir bu paskashlar qurultiyda o'tirish sening uchun atrofingdagi bir tağa cho'moqchilaring, po'doqchilaring va u yerda o'tirishing biz uchun hech gap emas. Ammo ish plas diqqat qildingmi? Sen bilan qo'l ilishib ko'rishga, ma o Uyg'urning davasıga köngül bölüvatkan çetellikler ming pushaymanda hozir. Mujunda bir peskeş bir nimaga qo'l uzatib qaptikanmiz deb ming pushaymanda. Ular sening qurultiyingniki aptibashirsin degandek bilmaydi, shuni bilib bilmay qo'l uzatib qolgan, nemishga uzatgan, ammo Uyg'urning vakili ekan-ku. Burundan 20 yil bo'lgan bir tashkilotning beshi ekan-ku. Bu teşkilatda şu Rabixan 2007'lerde 6'ma şu vaxtını tatip 10 neçə yıl çip жүріп tonutkan halkara tonutkan bir kurultaydı o. Keyin naiti işplaslık kılıp etrafındaki bir neçə qancıq işlerin bilen birleşip momayni putlavattan qoğlap çıkarıvattan yani bir türküm senin ditinge yaxmaylıqlarını sıkıp çıkarıp etişten şunun bilen bir haqiqiy peskeşler munafiqaga qurultayga aylandı bu. Jundu puruşlar, bir top jundu puruş. Yani sen çıksanmı, siysanmı, ağaçı apısıga çakılsanmı, yiyip durduğun bir top kötlerninki, yani işplas Uygur'un açıdığın niceslarninki qurultayı bu. O yerde erkin oturalaysa tabii ki. Otta. O yerde oturuşun biz için bir tiyin. Ama sen, ben Uygur'un vekili dep çep batkan, kirip batkan tüşüklerdeki seni kabul kıvatkanlarının muamelesi Uygur davası boğan muamelesi mühim bu yerde. Şunlaşka bir kısım insanlar belki seni istifakçılığın boşu mümkün. Qaysı yüzün bilen yana şu tüşüklerge kirse, qaysı yüzün bilen şu Uygur'un davası köngül bolatkan adamlarının berip şu işplas kolunu uzutalaysa dep seni çıldıgan boşu mümkün istifaka. Ama sen İstifak kılmaysa bunu bilimiz. Sende çünkü 100 birinciden 100 degen nersi yok. İkinciden vicdan degen nersi yok. Üçüncüden insanlık yok sende. Çünkü bu davanın ayrılıp kalsan aşkalıysa sen 20 yıl davanın nenini yaşap geldin. Bir yerde işlep bakmagan, Amiri Konguraqlı başkan bir tırınşıydıgan, jirinişip durgan vasıftanla pisat uçup dikense, hazır seni istifa verip pisat uçup ülü olsa, şoňa sen istifa kılmaysa, bunu istifaga çıllavatkanlarım avar bulmağına kıyırınışlar. Bunun insanlık olsa, azırak vicdan gurur olsa, yoktu bu vakça Türk akısını doğrap, tüşke kirketken boladı. Xotundan äpi sorap, ama bilip bilmey, kıgan peskeşliklerim, çetellikler kıgan peskeşliklerim aşkarıp kaldı xotun. Hapamaysa meni köçürüp et. Meni öýden qoğlap çıkamam bu katım dep, üyünü tutup kılışka olsun tırışkan boladı. Ama bu işplasты insanlık bolmagaçka, bu necistin, bu aram süydükten bolgandan istifa kütmäňler kıyırındaşlar. Yok gep bu. Ahırda muşu çeteldeki muşu yaramaz Uygurlarga deyildiğinim, biz hakikaten yaramaz bir hakemiz. Hakikaten yaramaz kemiz. Ben 20 yıldan eşipte çetelge çıkkalı, şu jarayonda es kıldım, diasporatik Uygurlarning içinde
haqiqiy erkekning soni bekli azga. Şoňlaşqa bizning halimiz mushka. Endi bu necisini qanat astiga elib, onun qilgan paskashliklarini ko'maskisilik, hatta uni shaxsiy ishiga nim bo'pti, unchilik ish bo'lmabdi, erkaklarning ishiga davatqanlar chapa yapqan shu qiliqlaringlarning oqibati qanday bo'ldi, natijasini ko'rdinglar. Ya'ni bir mal'unni, bir nejisni qo'rigini cho'ngaytib, chet ellik qizlarga, ayollarga chaqildigan darajaga yetkizdinglar. Bunun natijasi nima bo'ldi deganda, Uyg'ur da'vosininki yuzi to'kildi. Uyg'ur da'vosiga ko'ngil bo'layotgan, yordam qilayotgan chet elliklarniki bu da'voga bo'lgan pozitsiyada cho'ng o'zgarish bo'ldi. Mana bu sizlarning chapayib pishinglarniki natijasi. Ağın neticanlar muşu. Hazır Allah'a şükür herhalde bir kısım erkekler oturup çıkmatıdı, haqiqiy Uygurlar. Yani biz Uygurlar Müslüman xalq. Kichigimizden aşağı çoğulgan birisinin kızıga yoki muhabbetiga çekilip koysa ağız bunu kan bulat der Allah. Bütün Uygurlar yupurilip gelip uğrat diye onu. Chet elga chiqqanda Yevropalik bo'lib ketishdan, Amerikalik bo'lib ketishdan, ya'ni biz ancha-muncha qizingga, muhabbatingga chaqilib qo'yish ko'mas qilsa oyoqqa qarab. Sen Uyg'urmi? Sen musulmonmi? O'lmaydiganlar, birlik etadiganlarning fatvo chiqarib ketishlari. Bunda o'ylasang, mushu munofiqlarning hammani kontrol qilayotgan bir kuch bor oqisida. Bu bizga aniq bo'lib bo'ldi. Ammo uni his qilolmaydigan, qabul qilmaydigan minglab, millionlab Uyg'ur turibdi. Yana chapa yapanglar, davomli yapanglar. Azroq bir kuchimiz qolganda, azroq bir ovozimiz qolganda chetlarda, ummi g'arq bo'lsin, yo'q bo'lsin. Shuning bilan vatanda qirilayotgan bechora xalqimiz, tarixda ko'rilmagan vahshiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Uyg'ur xalqi sizlardan nafratlansin, sizlarga beddua qilsin. Azroq vijdon bilan yashashni o'rganayli Uyg'urlar. O'lab ketamiz, qisqali bir jon bu o'lab ketamiz. Azroq bo'lsin vijdoninglar bilan yashanglar. Azroq bo'lsin savobli ish qilishga, azroq bo'lsin haqni so'zlashga mayil bo'linglar, shuni o'rganinglar, tirishib beqinglar. Sizlar inson. Sizlar yaratmaydigan xili oqsiriq yeşil millatlar bor, sizlardan jiq vijdonlikka. Bir so'z paloq bo'lib qila oladi. Ammo sizlar bir-biridan non uchun hamma paskashlikni ko'masga selib, yo'l qo'yib, og'zinglarni nomus qilmaydigan millat uchun, vatan uchun deysizlar. Nomus qilinglar, Uyg'urlar, nomus qilinglar. İflas qo'l nomus qilmaydi, uning atrofidagilar nomus qilmaydi, uningga %100 ko'zimiz yetidi. U reallik. Sizlar bo'lsanglarmi, nomus qilishni o'rganinglar. Qisqa qolgan umringlarda inson sifat 5 yil bo'lsa-mu, 10 yil bo'lsa-mu, inson sifat yashashni o'rganinglar. Xayr. Allohga omonat.